Do'stlar, Toshkentdan Sankt-Peterburg shahariga mana avtobuslarimiz ketyapti. Xudo xolasa pasatkamiz boshlandi. Sankt-Peterburg shahariga to'lmagan odam Moskva shahariga ham ketadi. Kimda kim Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg shahariga ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa, ishonchli nomerlaringiz ekranda ke. Mana akalarimiz o'tirib, aka qaysi shaharga ketyapsiz? Peterga. Ishonchliimikan? Bo'ladi, endi buyursa bilasiz. Yo'q, avtobus biletingizga Peter deb qo'yibmi? Ko'pchilik ishonmayapti-da aka Peterga. Manzil Avodniy kanaliga boradi. Aka qayerga ketyapsiz? Peterga. Peter, kamera. Qayerdansiz aka? Andijondan. Necha pulga oldingiz biletni? 1.315 ming. Andijonda qayerdansiz? Ulug'nordanman. Biz ham Andijondanmiz aka. Aka yaxshi aytib oling. Rahmat. Aka qaysi shaharga ketyapsiz? Sankt-Peterburg. Ishonchlimikan? Ishonchli. Necha pulga oldingiz bilet? 1 million. Yaxshi aytib oling aka. Do'stlar, shunaqa reyslar. Mana aka qarshidanmi? Ha, qarshi. Rasa biletinglar kutinglar. Oldinglarmi biletni? Oldik. Yo'qdimi? Yo'qdi, yaxshi. Avtobus yo'qyaptimi aka? Yaxshi. Xudo xolasa tavsiya qilasizmi? Ha. Do'stlar, shunaqa avtobuslar sizlarga kerak bo'lsa, yuk masalasini aytib o'tdim. Yuk bepul har doimgidek akalar. Yukka pul olinmaydi. Ko'p savol bo'ladi bizga, yukka pul olinadi. Yo'q akalar, yukka pul olinmaydi. Bizni kuzatinglar, davom etinglar, do'stlarga yuborib qo'yamiz shu videoni.